Allo, assalomu alaykum. Alaykum assalom. O'rozxon Aziz opajonim, siz bo'lasizmi? Ha, menman. Yaxshimisiz, salomatmisiz? Tanijoningiz omonmi? Yaxshi, rahmat. Salomat bo'ling, mehribonim. Bezovta qilmadikmi sizni? Yo'q. Rahmat, minnatdormiz, boringizga shukr. Chiroyli niyatlar ila boshlangan kuningiz siz uchun eng baxtli daqiqalarni va fayzli onlarni hadya etaversin deya bugungi tavallud ayyomlar shukronali shodiyonali kunlar qarshi olgan yoshingiz bilan tabriklaymiz sizni aziz opajonim. Rahmat. Alloh rozi bo'lsin, umringiz uzoq bo'lsin, tanajoningiz ham sihat salomatlikda omonlikda bo'lsin. Yaratgan Robbim Allohim hamisha sizni asrasin. Rasulimiz sollallohu alayhi va sallam ummatim desin. Alloh to'g'ri yo'ldan adashtirmasin. Yaxshilarga yaqin, yomonlardan yiroq qilsin. Ikki dunyoda ham saodatli bo'lishingizni ham tilab qolamiz. Rahmat sizlarga. Boringizga shukr, rahmat sizga ham. O'zimni tanishtirsam, aziz opajonim, kutilmagan qo'ng'iroqlar radio loyihasidanmiz. Shu loyihani boshlovchisi Gulhayoxon bo'laman. Bugun biz loyihamizga yaqinlaringiz, oila a'zolaringiz chiroyli tilaklarini, tabriknomasini, rahmatnomalarini siz tomon yo'llamoqda ekanlar. Bu insonlar kim bo'lishi mumkin endi, nima deb o'ylaysiz? Yaqinlarimdanmi? Albatta, oila a'zolaridan kelgan. Endi bilmadim, meni chin dildan yaxshi ko'rgan insonim bo'lishi mumkin. Kim bo'lishidan qat'iy nazar, mening qadrimni biladigan, hurmatimni joyiga qo'yadigan insonim deb o'ylayman. Albatta, sizni dunyolarga alishmaydigan, dunyolardan ham ortiq yaxshi ko'ruvchi albatta yaqinlaringiz yo'llamoqda. Kim bo'lishi mumkin, opajon, bir taxmin qilib ko'ring. Endi bilmasam yaqinlarimdan. Endi bilmadim. Men hozir taxmin qilsam, taxminim sal o'xshamay qolsa, keyin o'z tabrikka bergan insonim xafa bo'lib qolishi mumkin. Shuning uchun meni yaxshi ko'rgan, chindan hurmat qilgan insonim bergan bo'lishi mumkin deb o'ylayman. Albatta opajonim, mayli keling, sizni ko'p qiynamayman. Siz uchun bu chiroyli tilakni yo'llab, sizni juda ham xursand qilishni niyat qilgan insonlar bular. O'g'lingiz Dilmurod aka va keliningiz Xurshida opa tomonlaridan kelgan ushbu chiroyli tilaklar siz uchun. Rahmat bolajonlarimga. Umri uzoq bo'lsin, nasib bolalarim ham tanijoni sog' bo'lsin. Inshaalloh. Allohim shu rizq nasibasini qo'shib bersin. Hamma rizq nasibani Allohdan so'raymiz. Bolalarim ham sog' salomat bo'lsin. Joni umri uzoq bo'lsin. Nima niyat qilgan bo'lsa, hamma niyatiga erishsin shu bolalarim ham. Meni shunchalik hurmat qildi. Alloh ularni nasib etsa ziyoda qilsin. Inshaalloh aytganingiz kelsin. Va yana nabirangiz Yasmina, turmush o'rtog'ingiz Nuriddin aka, qizingiz Gulasal, o'g'lingiz Elmurod, qizingiz Shukrona hammalari tabriklamoqda ekan sizni. Rahmat. Umrlari uzoq bo'lsin. Ilohim aytganingiz kelsin. Siz uchun atalgan chiroyli tilaklari, tabriknomasi ham bor ekan. Agar ijozat bersangiz, uni ham o'qib eshittiraman sizga. Mayli. Minnatdormiz, marhamat qabul aylaysiz. Assalomu alaykum, bizni mehriga qalbi quyosh duosi mustajob, xonadonimiz fayzi, jannat hidi kelgan rayhonim onajonim, oy yuzligimiz, qaro ko'zligimiz, duogo'yim mushtparim onajonim, doim yaratgandan baxtimizni so'rab duolar qilguvchi volidam, biz farzandlar uchun umrini, go'zalligini qurbon qilgan, biz uchun jonini fido qilgan fidokorimiz onajonim, jonimiz sizga qurbon bo'lsin. Bugungi ayyomingiz bilan esa chin dildan tabriklayman onajon. Ilohim umringiz uzoq, barakali, go'zal, xayrli, savobli amallarga serob bo'lsin. Eng keraklisi bo'lgan sog' salomatlik hamrohingiz bo'lsin. Dunyo turguncha yonimizda, mehribonimiz, duogo'yimiz bo'lib yonimizda bo'ling. Dillari shukurga, tillari zikrga boy bo'lgan onajonim, sizni juda ham yaxshi ko'ramiz. Sizni aytgan har bir so'zingiz jonimizga oro, omadimiz, baxt quyoshimiz sizsiz. Borsizki mehr muhabbatga yo'g'rilgan eng go'zal hayot bizniki. Dunyodagi onalar ichida tengsizimiz siz onajon. Har onida, har duosida biz bilan tunu kun Allohimdan baxtimizni so'rab duolar qilguvchi volidam. Siz borsizki, baxtlilar havas qilar baxtimizga. Siz borsizki, xonadonlar foizli, umrlar mazmunli onajon. Ilohim baxtimizga sog' bo'ling. Hoji onajonimiz bo'lib, davramizni to'g'rini to'ldirib yurish nasib aylasin sizga onajon.
Mehringiz cheki yo'q, mehri daryosiz. Siz uchun jonimni beraman ona. Men uchun hayotsiz butun dunyosiz. Siz turib kimlarni sevaman ona. Yaxshi yomonimda birdek guvohsiz. Issiq sovug'imdan doim ogohsiz. Yolg'izlik dardidan menga panohsiz. Siz turib kimlarni sevaman ona. Osmondagi oydan yuzingiz go'zal. Yuzingizni rangidan ko'zingiz go'zal. Men uchun hammadan o'zingiz afzal. O'zingiz go'zal. Siz turib kimlarni sevaman ona deya mana shunday chiroyli tilaklarni hammasini siz uchun mehribonlaringiz yo'llamoqda. Sizni ham ular uchun aytar so'zlar bo'lsa albatta marhamat aziz opajonim bemalol yo'llashingiz mumkin. Rahmat. Shu bolalarim bizga yurtda yuribdi. Nasibda nima niyat qilgan bo'lsa niyatiga erishsin. Qanijon sog' bo'lsin. Alloh sizga baraka bersin. Hurmat qilsin, jonim bo'ladi, hurmat qilsin. Shu rizqiga baraka bersin. Qariga baraka bersin. Shu ikki bolamni ham asrash, qizimni ham, nevaralarimni ham, kelinimni ham, xo'jayinimni ham Allohim o'zi qo'llasin. Sizlarga ham rahmat. Alloh rozi bo'lsin, joningiz omon bo'lsin, boringizga shukr. Rahmat ketgan sizga ham. Ilohim hammalarini baxtiga sog' salomat bo'ling. Yana bir bor chin dildan tabriklaymiz aziz opajonim. Bugungi fayzli kunlar, quvonchli sanalaringiz qutlug' bo'lsin. Rahmat. Rahmat sizga ham, o'zingizni asrab avaylang, salomat bo'ling.